Aziz do'stlar, hech kimga sir emaski, bugungi kunda biz ijtimoiy tarmoq o'ta rivojlangan davrda yashayapmiz. Va aynan mana shu ijtimoiy tarmoq orqali ko'pirtirilgan reklamalarni ko'pchilik holatlarda qurboniga aylanyapmiz. Bugungi video dasturimiz aynan shu mavzuda bo'ladi. Mani ko'plab hamkasblarim ijtimoiy tarmoqda nevrotik buzilishlar, depressiv buzilishlar, ya'ni insonni asab va ruhiyati bilan bog'liq bo'ladigan buzilishlar, xavotir, qo'rquv, vahima, turli xil fobiyalar mavzusini yoritib boradigan bugungi kunda insonlar juda ham ko'payib ketdi. Va bu insonlarni atigi 20% mutaxassis bo'lsa katta gap. Ko'pchiligi mutaxassis emas va bugungi kunda ijtimoiy tarmoqda juda ham ya'ni trendga chiqib borayotgan narsa bu, ya'ni insonning o'zini hikoyasiga ega bo'lishi. Ya'ni men nevrozdan aziyat chekkanman, men depressiyadan aziyat chekkanman, men bundan xalos bo'ldim va endi sizni ham bu muammodan xalos bo'lishga, ya'ni yordam beraman, sizni ham bu muammodan qutulishingizga sababchi bo'laman deydigan bir chiroyli hikoya yasab olishyapti. Aslini olganda bu hikoyalarni 80-90% yasalgan hikoyalar. Endi bugungi kunda ijtimoiy tarmoqda biz shunaqa videolarga ko'zimiz tushadi. Bu hech kimga sir emas. Ikkita seansda 50 yillik vahima va qo'rquvdan qutuldilar. Yoki ikkita seansda sotsiofobiyadan qutuldilar. Bitta seansda misol deylik kardiofobiyadan qutuldilar. Bitta seansda 20 yillik depressiyadan chiqib ketdilar degan biz hali katta sarlavhali videolarni ko'rishimiz mumkin, audiolarni, yozma tarzda deylik, mana shunday bir insonlarning natijalarini ko'rishimiz mumkin. Bu bugungi kunda ijtimoiy tarmoqda juda ham keng tarqalgan. Mutaxassis o'laroq shunga munosabat bildirmoqchiman. Men darhol ogohlantirmoqchiman. Mana hozirgi bu mavzuga munosabat bildirishim bu qaysidir bir mutaxassisni agarotiga, ya'ni tosh otish yoki qaysidir bir mutaxassisni yolg'onda, boshqa narsada ayblash emas. Yo'q, aslo yo'q. Mana hozirgi bunga munosabat bildirishim oddiy xalqni ko'zini ochish va oddiy xalqqa bu borada tushuncha berish. Nimagaki biz shunaqa xalqmiz, aziz do'stlar. Men O'zbekistonda yashayman, men viloyatda yashayman. Ishoninglar, biz shunaqa xalqmiz. Biz o'zimizni fikrimizga, o'zimizni aqlimiz, intellektimizga asoslanishni xush ko'rmaymiz. Biz birovni, ya'ni zo'r ekan, davay deydigan turtkilariga juda ham muhtojmiz. Va ko'pchilik insonlar mutaxassis tanlashda yoki bir narsa xarid qilishda kommentariyaga kirib, kommentariyadagi fikrlar bilan tanlov amalga oshirishadi. Aslini olganda bu juda ham katta xatolik va buni bilgan juda ko'plab qo'shtirnoq ichidagi mutaxassis, biznesmen va tadbirkorlar juda chiroyli foydalanishadi. Ishoninglar, juda ko'p tadbirkorlarni bilaman, qanaqadir bir mahsulot sotadigan va bu mahsulotini ijtimoiy tarmoqqa chiqaradigan ko'plab tadbirkorlarni bilaman. Ya'ni kommentariyasida juda chiroyli, maqtovli kommentariyalar yasashadi. Chunki bilishadi, xalq bunga o'ch. Endi xuddi shunday biz bugungi kunda ijtimoiy tarmoqda ko'plab shunaqa natijalarni ko'rishimiz mumkin. Chiqib ketdi, qutulib ketdi, bitta seansda, 10 daqiqada yoki ikkita seansda va hokazo va hokazo. Bu qanchalik haqiqatga to'g'ri? Ilmu fan nuqtai nazaridan bu umuman haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Ilmu fan nuqtai nazaridan. Lekin gapirayotgan, ya'ni mana shu videolarda chiqish berayotgan oddiy insonlar demak bizni aldayaptimi? Yo'q. Ularning katta qismi bizni aldamayapti. Men hozir tushuntirib beraman. Ya'ni yasalgan qo'g'irchoqlar ham bor. Chiqib men shuni gapirasan deydigan qo'g'irchoqlar ham bor. Yo'q emas, to'lib ketgan. Shu bilan birgalikda sidqi dildan haqiqatdan men qutuldim, men chiqib ketdim deb o'zi bilmagan holatda, ya'ni o'sha videoda chiqish beradigan insonlar ham bor. Bunga hozir to'xtalamiz. Ya'ni bu effekt plasebo deyiladi. Mana men 7 yildan beri nevrotik hamda depressiv buzilishlar bilan shug'ullanaman va mana shu 7 yillik faoliyatim davomida men faoliyatimni boshlagan vaqtim, nevrotik hamda depressiv buzilishlarni yoritadigan bitta ikkita
vrachlardan boshqa hech kim yo'q edi O'zbekistonda. Bugungi kunda bu juda aktual bo'lib ketdi va bunda men o'ylayman, meni yaxshigina hissam bor. O'zbekistonda psixoterapiyani popularizatsiyasi, ya'ni rivojlanishiga yaxshigina hissa qo'shdim deb bemalol ayta olaman. Mana shu 7 yillik faoliyatim davomida juda ko'plab insonlar meni konsultatsiyamga kelganda, ya'ni men ularga tushuncha beraman, men ularni ya'ni bildirayotgan shikoyatlari xavfli emasligini tushuntirib berishga harakat qilaman. Ya'ni umumiy insonni tinchlantirishim va umumiy insonga nima bo'layotganini tushuntirib berishimni natijasida inson meni oldimdan xursand bo'lib ketgan. Aslida olganda bu hech qanaqa psixoterapevtik yoki hech qanaqa insonni deylik qutulishiga, insonni bu muammosini bartaraf etishiga hali hech qanday, ya'ni sabab bo'ladigan vaziyat bo'lmadi. Ya'ni men insonga tushuncha berdim. Inson nimadan qo'rqadi? Eng insonni qo'rqadigan narsasi bu noaniqlik. Insonni muammosi borasida unga ozroq aniqlik kiritib bersangiz, ya'ni unga tushuncha bera olsangiz, uni tinchlantira olsangiz, inson momentalni kuchli yengillikka erishadi. Kuchli yengillik his qiladi va bu yengillik hammada, ya'ni har xil davom etishi mumkin. Kimdadir 2-3 soat davom etishi mumkin. Kimdadir 2-3 kun davom etishi mumkin. Kimdadir 1 hafta, 2 hafta, 3 hafta davom etishi mumkin. Kimdadir 2-3 oygacha ham mana shu yengillik uzoq vaqtgacha saqlanib qolishi mumkin. Va bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarga chiqib, men qutuldim, men mana 50 yil yurib kelib qutuldim deydigan sodda insonlar aslida olganda hech narsadan qutulishgani yo'q. Va ular mana shunday ozroq tushuncha, ozroq ya'ni tinchlanish evaziga, ya'ni reaktivni deymiz, tezkor bir o'zlarini yengil va yaxshi his qilishadi va bundan ko'pchilik qo'shtirnoq ichidagi mutaxassislar unumli foydalanishadi. Qandaysiz? Yaxshimi? Keling bitta video qilaylik. Qani da qo'shinglar. Ya'ni bizning sodda xalqimiz, "Yo'q, to'xtang, men hali tayyor emasman" demaydi-da. Ya'ni zudlik bilan unga mikrofon taqib qo'yib, "Davay o'tiring" deb ozgina bosim o'tkazsangiz, bo'ldi deydi-da. Bizning xalqimiz shunday-ku. Ustiga kiygan kiyimi yoqmasa ham, agar kiyim sotadigan odam ozroq bosim o'tkazib, zo'r ekan, yaxshi ekan, ana zo'r bo'ldi. Ana 2 og'iz bosim o'tkazsa, deb olib ketadigan xalqimizda ko'pchiligimiz. Shuning uchun ko'pchilik insonlar mana shunday bir effekt platsebo deydi. Mana shunday bir ozroq vaqtinchalik bo'ladigan yengillik bilan o'rtoqlashishadi. Ya'ni ana keldim, zo'r bo'lib ketdim, 30-40 yil menga hech narsa yordam bermagandi. Aslida olganda unday emas. Oradan ozroq vaqt o'tadi, keyin bu insonlarda yana qayta shikoyatlar boshlanadi, kerak bo'lsa 2 karra kuch bilan ham boshlanadi va ular qanchadir vaqt o'tgandan keyin meni oldimga kelishadi. Endi men ham ijtimoiy tarmoqdan foydalanaman. Menga ham ko'pchilik obunachilarim, qarang, mana bunaqa natijalar bo'layapti odamlarda deb tashlab berishadi videolarni. Bu bizga xos. Meni hamkasblarim hozir buni juda ham yaxshi biladi. Xuddi shunday meni ham qanaqadir videolarimni meni hamkasblarimga tashlab beradi ularning obunachisi. Endi eslab qolaman, ovozlarni eslab qolaman, misol yoki o'sha qanaqadir qiyofaga ega bo'lgan insonni eslab qolaman. Oradan 2-3 oy vaqt o'tadi va meni konsultatsiyamga keladi shu inson. Keyin unga qarab turib, "Siz YouTube'da chiqish bermaganmisiz?" desam, "Chiqish berganman" deydi. Nimaga bo'lmasa yana meni oldimga keldingiz desam, 2 karra kuch bilan yana qaytaladi, yomon his qildim, yana shu holatga tushdim deydi. Nimaga siz o'sha ya'ni intervyu bergansiz shu mutaxassisga qo'ng'iroq qilib, "Meni videomni o'chirib tashlang" yoki "Men yana qaytalandim" yoki "Keling yana qayta video qilaylik, aytaylik, yana bu holat qaytarilishi mumkinligi haqida chiqish qilaylik." Nimaga hammasi faqat rozivoy, ya'ni pushtirang rangda bo'lmaydi-ku, hammasi faqat yaxshi bo'lmaydi-ku, haqiqatda ham aytaylik deb talab qilmadingiz desam, endi o'zbekchilik buyog'i deydi. Ana shunaqa holatlar aziz do'stlar juda ham ko'p bo'layapti-da. Gipnoz natijasida. Gipnoz bu o'ta sodda bir ma'lum bir toifa insonlarga ta'sir qiladigan jarayon. Bugungi kunda ilm va fan, ya'ni Yevropada, Amerika Qo'shma Shtatlarida o'zi umuman psixiatriya, psixoterapiya gipnozdan ancha yiroqlashib ketdi. Gipnoz maloeffektivniy ekanligini tobora, ya'ni isbot dalili
aniqlanib boryapti va bugungi kunda mutaxassislar ya'ni o'sha gipnoterapiyadan ancha yiroqlashib ketishgan. Gipnoterapiya bir insonga ta'sir qilish uchun inson o'ta sodda bo'lishi kerak. Xuddi shunday, ya'ni mana hali dam solib qo'ydi, yoki hali bir narsa chiqardi ichimdan, keyin yaxshi bo'lib ketdim deydigan insonlar ham bular o'ta ishonuvchan, o'ta sodda insonlar bo'lishi kerak. Ozroq fikrlaydigan, ozroq razumna deymiz. Ozroq ya'ni aqlini ishlatadigan insonlarga bu narsalar ta'sir qilmaydi. Shuning uchun gipnoz ta'sirida, gipnoz ta'sirida inson qandaydir sal bo'shashgandek bo'lib, yengillik his qilib, mana shu vaqtda mana shunday videolar, mana shunday deylik, ya'ni natijalar haqida yozishadi. Mani o'zimga 7 yillik faoliyatim davomida ko'plab shunaqa holatlar bo'lgan. Ya'ni mani konsultatsiyamdan chiqadi, onlayn, offlayn farqi yo'q. Yoki mani qaysidir videomni ko'radida bizga hali tashakkurnoma yozishni boshlaydi. Sizga mingdan ming rahmat, otangizga rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Siz mani olib chiqdingiz, siz menga yordam berdingiz. Mana bitta sizni videongizni ko'rdim, yaxshi bo'lib ketdim. Gap yo'q. Iltimos, shuni YouTube'ga yoki Telegramga qo'ying deyishadi keyin oxirida. Shuni qo'ying, xalq bilsin. Menga bir kunda juda ko'plab audio, video, yozma tarzidagi mana shunaqa tashakkur murojaatlari kelib tushadi. Va faoliyatimni endi boshlagan vaqtim men bu tashakkurli murojaatlarni bir nechtasini Telegram kanalimga joylab borardim. Ya'ni joylab borardim. Lekin keyinchalik, to'xta dedim. O'sha insonlarning ko'pchiligi shoshqaloqlik bilan fikr chiqarishadi. Ya'ni misol deylik, mana bitta qaysidir videomni ko'rdi, darslik, 1,5-2 soatlik darsligimni ko'rdi. 1,5-2 soat davomida men insonga nima bo'layotganligi, bu xavfli narsa emasligi, bundan qo'rqish kerak emasligi, buni ortida aslini olganda boshqa muammolar borligi, bu insonni yiqitmasligi, o'ldirmasligi bor. Ya'ni insonga umumiy tushuncha berdim. Inson ko'rdi, yengillikka erishdida, xuddi yelkasidan tog' ag'darilgandek bo'ldi. U ruhlandi, ko'chaga chiqib ketdi, hammasi joyida va mana shu sostoyaniyada u o'zini, mana shu holat deylik, mana shu holatda o'zini juda ham zo'r his qildi. Va endi birinchi navbatda nima qilamiz biz? Biz zudlik bilan insonga tashakkurnoma yozamiz, to'g'rimi? Endi shunday xalqda biz. Mana men kechadan oldin kuni tarvuz xarid qilgandim. Qip-qizil chiqdi, shunaqa mazali tarvuz ekan. Men kecha yana o'sha joyga borib tarvuz xarid qilishdan oldin unga aytayapman, sotuvchiga. Tarvuzingizga gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham mazali ekan. Rahmat. Mana baraka toping. Yana bitta o'shanaqa tarvuzdan bering dedim. Bu ham shunaqa chiqadimi? Xudo xolasa, zo'rmi? Zo'r. Bo'ldi. Savdolashmasdan aytgan pulni berib uyga olib keldim. Tarvuz oppoqqa yaqinroq. Ya'ni biz sal ozroq shoshqaloqlik qilib qo'yamiz-da. Shuning uchun oxirgi vaqtlarda mana shunaqa murojaatlar kelganda men murojaatlar joylashtirmayman. Menga juda ko'plab insonlar audiolar yozishadi. Erkin aka, eslasangiz yozda bir nechta o'zingizni obunachilaringizni, nevrozdan qutulgan obunachilaringizni audio hikoyalarini joylagandingiz, menikini ham joylang, ana insonlarga foyda bo'ladi deb ko'pchilik insonlar shunaqa murojaatlar yuborishadi. Men uni YouTube'ga, Telegramga joylamayman, chunki bunda mazmun mohiyat ko'rmayman. Tushunyapsizmi? Ya'ni nevroz bu bitta ikkita seansda qutulib ketadigan muammo emas. Men buni ishonch bilan ayta olaman. Xoh ishoninglar menga, xoh ishonmanglar. Lekin, ya'ni oddiy xalq tushunishi uchun men bu haqiqatni aytayapman. Nevroz bu bitta ikkita seansda, yoki 20-30 yillik nevroz mana bunday bitta bir qanaqadir deylik suhbatda yoki bitta qanaqadir jarayonda yaxshi bo'lib ketmaydi. Va ijtimoiy tarmoqqa chiqib gapirayotganlar bular yoki gipnoz ta'sirida yoki mana EMDR texnikasida ham bir sira, ya'ni inson bir sira qanaqadir bir yengillikka erishishi mumkin, bir sira. Uni o'ziga yarasha texnikasi bor. Nima uchun yengillikka erishish, ya'ni sababini tushuntiradigan. Ya'ni lekin bu nevrozni hal qiladigan, bu qo'rquvdan sizni qutultiradigan, vahimadan qutultiradigan muammo emas. To'g'ri, EMDR texnikasi, ya'ni post-travmaticheskiy stressovое расстройство PTSR da yaxshi yordam beradi. Bitta qanaqadir, ya'ni o'sha patogen bir qanaqadir vaziyat bilan, ya'ni insonning esiga keladigan
insonning o'tmishidagi bo'lgan qanaqadir travmatichniy deylik holat bilan bog'liq insonda buzilish bo'ladigan bo'lsa, haqiqatda EMDR texnikasi juda ham effektivniy. Lekin nevrozda, depressiyada, xavotir buzilishida EMDR texnikasi, ya'ni bu effektivniy texnika emas. Texnika dema, EMDR metodi kechirasiz. Bu effektivniy metod emas. Ya'ni bu insonni mana bunday bittada yaxshi qilib qo'yadigan metod emas. Nevrozdan qutulishda markaziy zolotoy standart deydi. Ya'ni oltin o'sha standartlarga asoslangan qonun, qoida bu psixoterapevtik tavsiya, psixoterapevtik yo'nalish. Psixoterapiya esa insonning odatlari bilan, insonning fe'l-atvori bilan, insonning munosabat tizimi bilan ishlaydi. Ya'ni biz qaysi odatni, ya'ni 10 daqiqada insondan xalos qilishimiz mumkin. Qaysi insonda yillab davomida shakllanib kelgan odatni biz 10-15 daqiqada insondan olib tashlashimiz mumkin. Buning imkoni yo'q, aziz do'stlar. Shu uchun ko'pchilik menga savol bilan murojaat qiladi. Nimaga siz mana natijalarni qo'ymaysiz? Nimaga siz natijalarni joylab bormaysiz deb. Aziz do'stlar, natijaga erishgan inson ana bunday yorqin natijasi haqida gapirmaydi. Chunki natijaga erishgan inson bir kunda natijaga erishib qolmaydi. Natija sekin amalga oshadi. Sekin ko'zga ko'rinadi. Va inson bu natijasini ko'klarga sochib, mana qutulib ketdim deb gapirmaydi haqiqatdan natijaga erishadigan inson. Haqiqatdan natijaga erishadigan inson hayotda baxtli yashaydi, bo'ldi. Mana bunday zudlik bilan yengillikka erishgan insonlar ya'ni ko'p gapirishni boshlashadi. Meni o'zimda ham shunaqa holat bo'lgan. Bir kardiolog vrachga borib yurardim. U kardiolog vrach o'zi oxirgi vaqtlar borganimda umuman kardiologik meni tekshirmasdi. Ya'ni men bilan ozroq suhbat olib borardi va meni tinchlantirishga, hech qanday meni tanamda muammo yo'q ekanligiga ishontirishga harakat qilardi. Va gohida o'xshardi, gohida o'xshamasdi. O'sha o'xshagan vaqtlari men uni oldidan bilasizmi, yengil qushday uchib chiqardim. Tog'larni talqon qiladigan kuchga ega bo'lib chiqardim. O'rtoqlarimga telefon qilib, bugun haq beraman hammalaringga, to'planinglar, iltimos, davay. Ya'ni o'sha kuni men hamma narsa qilishga, maza qilib baxtli bo'lishga, ya'ni o'zimda kuch topa olardim. Chunki meni mana shunday tinchlantirishardi. Lekin oradan bir kun, 2 kun o'tadi, yana eski hammom, eski tos. Shu uchun aziz do'stlar, vahima bo'ladimi, qo'rquv bo'ladimi, fobiya bo'ladimi, nevroz bo'ladimi, depressiya bo'ladimi, u mana bunday bir kunda, 2 kunda bartaraf etilmaydi. Sizlarga kammi? Sizlarga kammi? Shuncha mana tabib, qanaqadir tabib chiqdi, ana oyog'im yo'q edi, tabib silab qo'ydi, oyog'im o'sib chiqdi, videolar, ko'rgazma videolar. Sizlarga kammidi? Shunchaki mana shuncha misol ijtimoiy tarmoqlarda, televideniyada aylandi, bu moshennik ekanligi, bu ilm fandan yiroqda ekanligi, bu uyushtirilganligi borasida shuncha isbot dalillar chiqdi. Sizlarga kammi shu? Shuncha mana chet davlatdan turib, insonga giyohvand ichirib, boshqa qilib, u $50,000, $40,000, $30,000 olib, hali super texnika bilan insonlarni davolayman deb o'zidan shoh yasab narkoman biladi. İnsanlarni shuncha pulini oldi, shuncha reklama qilib, hattoki o'sha shou biznes olamidagi bitta yarimta bilet qo'shiqchi aktyorlarni olib chiqib, ana xon, yaxshi, sehrgar biladi. Kechirasizlarda. Sizlarga kammidi, shuncha bu narsa, shuncha ijtimoiy tarmoqlarda bugungi kunda mana shunday firibgarlarni, boshqasini qanchadan qancha, ya'ni o'sha ko'rsatib kelishyapti. Bu yolg'on ekanligi, бесплатный сыр бывает только в мышеловке deydi. Ya'ni o'sha sir deymiz-ku, pishloq. Bepul pishloq faqat sichqon ushlaydigan moslamani ichida bo'ladi. Kechirasizlar, men endi ozroq periodda qiynalib qoldim. Tushunyapsizmi? Ya'ni mana bunaqa natijalar bular hammasi chiroyli, ko'rgazmali, lekin aslini olganda haqiqatdan yiroqda bo'lgan natijalar. Ayrim bir qismi bu
hali kelishilgan va ko'rgazmali jarayon bo'ladigan bo'lsa, ayrim bir qismi sodda insonlarning soddaligi va ma'lum bir yengillikni bu natija bo'ldi, men chiqib ketdim, qutulib ketdim deb tushunishligini asorati hisoblanadi. Bu haqiqat emas. Bu haqiqat emas. Shu narsani to'g'ri tushuninglar. Yo'q, unaqa sehrli natijalar ana tezda, mana bittada, yo'q. Buni imkoni yo'q, azizlar. Buni imkoni yo'q. Biz azaldan mana shunday, ya'ni sehrli natijaga, mana bir bo'ldi, yaxshi bo'lib ketdi. Bir yo'taldi, bir silab qo'ydi. Biz mana shu narsaga ishonamiz. Biz ixlos qilamiz shu narsaga. Aslini olganda bu har tomonlama olib qaraydigan bo'lsak, bu shirk, bu boshqa narsa. Endi bu mavzuga men aralashmoqchi emasman. Lekin biz shunday xalqmiz, biz shunga ishonch bildiramiz va bundan juda ko'pchilik foydalanadi. Biznesmen, tadbirkorlar, boshqasi sizni e'tiboringizni chalg'itish uchun. Mana hattoki bugungi kunda mana men o'rtoqlarim orasida shunaqa insonlar bor. Boshqa men bu choyxonaga boraylik bugun deydi. Nimaga aytsam, uni o'tgan kuni bir bloger reklama qilganda zo'r ekanda taomlari. Sen yeb ko'rdingmi desam, yo endi maqtadi-da deydi. Bloger nima uchun maqtayapti? Pulini olyapti. Blogerga farqi yo'q. Hammasiga emas. No, ko'pchiligiga farqi yo'q. Axlatni ustiga chiroyli qilib, zerella sepib, shuni maqtab bergan. Mana sani pulingni siz maqtab beradi shuni. Maqtab beradi. Farqi yo'q, u odamga yomon ta'sir qiladimi, boshqa bo'ladimi? Farqi yo'q, maqtab beradi. Xuddi shunday hali sehrgarlarni reklama qilgan bizni aktyor va qo'shiqchilarimiz ham keyin "Voy, men bilmayman, voy, men adashib qo'ydim, men butun xalqdan uzr so'rayman." Posle pojar oz deydi. U bilmayman emas, u bilib turib qilingan. Shuning uchun aziz do'stlar, iltimos sizlardan aqlni ishlatishimiz kerak, intellektni ishlatishimiz kerak. Bo'lmaydi unaqa sehrli natija. Siz boyib ketmoqchimisiz? Siz yaxshi moliyaviy, ya'ni to'q inson bo'lmoqchimisiz? Moliyaviy mustaqillikka ega bo'lmoqchimisiz? Ishlashingiz kerak, mehnat qilishingiz kerak, aqlni ishlatishingiz kerak. Bir sohani haqiqatdan mutaxassisi bo'lishingiz kerak. Kerak emas fazoga xat yozib, samoga xat yozib, bir narsalarni ichingizdan tozalab, bir narsalarni chiqarib, pulga ochilish, baxtga ochilish. Laxatron. Tushunyapsizlarmi? Shu uchun men sizlarni yana bir marta ogohlantiryapman. Mana bunaqa sarlavhalarga 78 yillik qo'rquvdan chiqdilar. Ikkita seansda fobiyani hal qildilar. U yerda chiqish beradigan insonlarni ko'rganmisizlar? Kechirasizlar. Men kimnidir masxara qilmoqchi emasman. Oddiy insonlar, oddiy o'ta sodda insonlar va ular effekt platsebo natijasida shunaqa gapirishadi. Effekt platsebo nima ekanligiga men sizni hozir ya'ni sizga tushuntirishga harakat qilaman. Tasavvur qiling. Mana bu endi qo'ydikiga o'xshamaydi bu. Qaysidir hayvonning axlati. Keling tasavvur qilamiz. Axlat ko'rinishidagi, biz buni bezadik. Biz buni ustiga qanaqadir rang beradigan, hid beradigan aromatizator qo'shdik, qanaqadir shakl berdik va bitta insonni ishontirdik. Bu o'ta kuchli giyoh, Saudiya Arabistondan kelgan. Bu o'ta qimmat. Ming dardga davo, 1001 dardga davo. Buni ustida ko'plab professorlar ishlagan. Bu yer yuzida o'zi 5 tagina bor yo'g'i. Lekin men faqat sizga buni 250 ming so'mga sotaman. Shuni iching, hammasidan xalos bo'lasiz. Agar insonni ishontira olsangiz, bu haqiqatdan shunaqa o'ta bir kuchli giyoh, 1000 dardga davo ekanligiga ishontira olsangiz, inson
shu ishlov berilgan axlatni qabul qiladi, suvni ichadi va siz aytasiz 15-20 daqiqadan keyin hozir ta'sir qilishni boshlaydi deysiz. Va 15-20 daqiqadan keyin insonga qandaysiz? Yaxshimisiz degan bosim o'tkazishni boshlaysiz. Va inson haqiqatdan u aldamaydi. Katta ishonch natijasida effekt platsebo deydi. Ishonch natijasida lekin yengillashgandek bo'ldim. Lekin zreniyam yaxshilangandek bo'ldi. Qandaydir yengilman, qandaydir yaxshiman degan mana shunday effekt platsebo kuzatiladi insonda. Vaholanki bu pusteshka edi. Va inson mana shu effekt platsebo ta'sirida yurishi mumkin. 1 hafta, 2 hafta ham yurishi mumkin. Lekin effekt platsebo tez o'z nihoyasiga yetadi. 1-2 hafta deb men o'ta ko'p vaqt berib yuboryapman. Aslida olganda effekt platsebo 1-2 kundan yoqqa o'tmaydi. Ma'lum bir individlar bor, 1-2 hafta euforiya sostoyaniyasida yurishi mumkin. Keyin yana qaytalanadi. Shu euforiya sostoyaniyasida ular unga shu bezak berilgan axlatni bergan insonni sha'niga shunaqa yaxshi gaplar, duosida ham, boshqasida ham shu insonni tilga olib, shu insonga tashakkur bildirib, shu insonni ko'klariga ko'taradi. Va ayrim bir bugungi kunda deylik sodda xalqdan pul ishlamoqchi bo'lganlar bundan unumli foydalanishadi va opajon, davay, keling, mana mikrofonni taqamiz, gapiring. Ovozli xabar jo'nating yoki yozma tarzdagilarni hammasini joylab borishadi, joylab ijtimoiy tarmoqlarga. Bu nima bu? Bu reklama bu. Bu reklama. Yaxshi narsa reklamaga muhtoj emas. Yaxshi narsa reklamaga muhtoj emas. Shu narsani hech qachon esdan chiqarmaydi. Zo'r narsa reklamaga muhtoj emas. Reklama berilayaptimi? Demak, u hali mijozlarga muhtoj. U sotuvga muhtoj. Bilasizmi? U shu narsani hali rivojlantirishga muhtoj. Shu narsani bilish kerak. Va reklama qurbonlariga aylanishni to'xtatinglar. Bas qilinglar. Deb ijtimoiy tarmoqda sehrli haligi mana bunday natijalar, sehrli boshqa narsalarga ishonishni to'xtatinglar. Hamma narsa kiyim sotadigan o'zini kiyimini maqtaydi, atir sotadigan o'zini atirini shunaqa maqtaydi, yugurib borib olgisi keladi. Haligi salqin qiladi, yozda issiq kunida ishlatiladigan atir, buni sepsiz, haligi plyajga tushgandek bo'lasiz, o'rmonni hidi kelib turadi. Lekin atirni olib ishlatib ko'rasizda, bu maqtovlar aslini olganda unday emasligini tushunasiz. Xuddi shunday taomda, boshqasida azizlar. Bugungi videomiz mana shu mavzudan iborat edi. Juda ham dolzarb mavzu va bugungi videomizda men oddiy xalqni ko'zini ochish, oddiy xalqni sal aqlini ishlatishga chaqirdim xolos. Tushuninglar shuni. Bundan keyin mutaxassis tanlaysizlarmi? Bundan keyin, ya'ni siz o'zingizni asab va ruhiyatingiz bilan bog'liq muammolaringizni hal qilmoqchimisiz? Bunda o'zingizga mutaxassis tanlayapsizmi? Uni, ya'ni bildirilgan haligi odzov deydi, bu natijalari boshqa narsasiga qaramang. O'zingizga ishoning, o'zingiz aqlingizga qaysi bir insonni menga ta'sir doirasi bor. Qaysi bir insonni tushuntirish qobiliyati menga to'g'ri kelyapti. Qaysi bir insonga meni ixlosim baland. Qaysi bir inson haqiqatdan ma'lumotga ega, oliy ma'lumotga ega, bilimga, tajribaga ega, qobiliyatga ega. Qaranglar shunga. Kerak emas kommentariyada kirib odamlarning fikri bilan qiziqish. Odamlarning fikri sizga hech narsa bermaydi. Odamlarning ijobiy fikrini qozonish uchun yaxshi inson obraziga kiradigan Qushtirnoq ichidagi mutaxassislar ham to'lib ketgan. Yaxshi inson obrazi.
va u dolzarb mavzularda gapirmaydi. U faqat yaxshi mavzuda, sizni tinchlantiradigan, sizni qulog'ingizga yoqadigan mavzuda gapiradi. Kommentariyaga kirsangiz zo'r. Lekin natija nol. Natija nol. Lekin sal og'riqli mavzuda gapirishni boshlasangiz, kommentariyalarning katta qismi ijobiy bo'lmaydi. Salbiy, boshqa. Ana shunaqa aziz do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Alloh bergan aqlni ishlatishni men sizlarga tavsiya qilaman.